Bu videoni o'qituvchilar tushunishadi. O'quv yili boshlandi. Kimlarnidir bir stavka to'liq dars rejalashtirildi. Kimlarnidir esa yarim stavkaga ham soat yetmadi. Kimlarnidir sinf xonasi bor. Kimlardir har darsda o'qituvchilar xonasiga borib, qaysi bo'sh xona degan savolga javob topib 5-10 daqiqa kech darsni boshlashga majbur. Kimlarnidir sinf rahbarligi bor. Ko'ngli xotirjam, qo'llab-quvvatlaydigan ota-onalar bor. Kimlarnidir boshida kaltak sinadigan o'ljaga aylanishi tayin. Kimlardir darsda o'tirib, o'quvchilarni yozdirish bilan ovora. Kimlardir har darsda bir xalta taqir-tuqirlar bilan kirib, o'ynab, kulib, tik holda darsni o'tadi. Kimlardir tarbiyasi og'ir bolalarni ko'rgani ko'zi yo'q. Kimlardir ularni o'zini yordamchisiga aylantirib olishgan. Kimlardir hamisha rahbar e'tirofida. Kimlardir ming harakat qilsin, hech kim hatto e'tibor bermaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, eng asosiysi sevimli ustoz bo'la olish. Chunki o'qituvchi orqali fan seviladi. Va eng muhimi, kelajak avlod ilmni fan orqali o'zlashtiradi.